videomiz Marg'ilondagi iftor bozoridan bo'ladi. 1 yilda bir marta bo'ladigan iftor, Ramazon oyidagi iftor bozorini sizlarga qisqacha obzorni qilib beramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Like, podpiskani ayamang. Xo'p, mana hasblar ko'rsatyapmiz. Mesni Haladeslari. Aka, haladeslarimiz. O'zi tayyorlaysizmi hammasini? Tayyorlaydi. Ha. 18 yillik tajriba. 18 yil staj, ha? Biroz qo'y go'shtlarimiz. Tarkibida go'sht ko'proqmi? Buni terisi yo'q, shilingan. Faqat go'shti o'zi. Ha. Setencha kelayotgan go'shtlarimiz o'zimizning mesni dovoshlari, betli. Ha, mesni go'shtlari. Bu halades. Go'shtli haladeslarimiz. Jisolan ko'pay ozroq. Ha. Qo'y tuyaqlar, mol tuyaqlar. Zakazga Kilosi qancha endi shu 1 kilogrammi? Bu 1 kilogrammi terisiz mol go'shtimiz 170 ming. Qo'y go'shtimiz 140 ming so'm. Ha. Haladeslar. Haladeslarimiz 60 ming kilosi. Ne gap yo'q. Bozoringizni bersin. Charchamang aka. Charchamasdan. Ramazonlar bilan olyapsizlarmi? Bu go'shtli nonlar necha puldan aka? 20 ming go'sht nonlari. Bu patirlarchi? Hop, 13 ming jupini 25 ming beryapti, jong'oq. Ha. Shu iftor bozori har kuni, Ramazon ichi har. Ramazon ichi har kuni. Ha. Sizda nechidan boshlab, nechigacha bo'ladi endi shunda iftor bozori? Hop, birda chiqamiz. Ha. Og'iz ochiladi, mahalliy shitda. Ha, peshindan keyin shom namozigacha bo'ladi. Charchamang, bozoringizni bersin. Salomat bo'linglar. Rahmat. Xo'p, bu yerda mana hamma narsani ko'ryapmiz. Hozir bu yerda yovqochar degan joy. Yovqochar nishollasi bilan sharbatlari bilan mashhur bo'ladi. Hamma joyga borsa yovqocharning sharbati yoki nishollasi deydi. Xuddi shu narsalarni sharbatini ko'rish uchun sizlar bilan boramiz. Ketdik, obzor qilib berdik. Xo'p. Mana haqiqiy yovqochar, Marg'ilondagi yovqochar degan joy bor. Xuddi shu yerda mana shunaqa sharbatlar tayyorlanadi tabiiy yo'l bilan. Nisholdasi bilan, sharbati bilan mashhur bu joy. Bu limonniki ekan aka? Limon sharbati aka. Nech pul ekan aka? 10 mingdan 1,5 litr aka. Bexijolat 1,5 litri 10 ming so'm. 10 ming so'm. Yo'q, gap yo'q. Bu o'zi shunaqaroq arzon sotasizmi yoki Ramazon oyida shunaqa? Yo'q, Ramazon oyida mo'min musulmonlarga har nima desa bo'ladi. Ehson tariqasida 10 mingdan qilib qo'yamiz. Ha, zamonaviy turganda aksiya qilib, aksiya qilib, aksiya qilib 10 mingdan qilib qo'yamiz. Ha, 1 litrliklar. 1 litrliklar 15 ikkitadan. 15 ikkitadan. Nazar 15 ko'ryapsizmi? mingga ikkitadan. Shunaqa aksiyalar bor. Mana haqiqiy Bexili sharbati mana. aksiyani qiladigan paytda o'zi haqiqiy Ramazon oyida bo'lsa zo'r bo'ladi. Bu kekslarchi? Kekslarimiz 15 ming so'mdan, bular zakazga bo'ladi, damashnik, toshi ham og'ir, yog'li, bexijolat, ichida mayizlari bor. 15 ming so'm. Ammo o'ta mazali. Saharlikka, iftorlikka juda zo'r aytadi haymalar bilan. Inshaalloh. Necha yil endi stajga egasiz bu sharbat tayyorlash? Hozir sharbat tayyorlash bo'yicha borim 8 yil. 8 yil. 8 yil bo'lyapti. 8 yil sharbat tayyorlab chiqamiz. Bu nimaniki bunisi Bular yaxshi? mojito, bular Mojito, ha? limon, kivi, Smes. Ha? ozgina svet beriladi, lekin mazasi zo'r. Mazasi zo'r. Miyatni ta'm beradi. Mazasi nihoyatda yaxshi. Bular apelsin. Apelsin. Siqib suvini, Siqib suvini. bu misol qaynagan suv qo'shasizmi bunga yo o'zi qaynatiladi Yo'q, mana hammasini? bu qaynatilgandan keyin bog' suv sovitiladi, sovitib turib, keyin blenderdan chiqarib olamiz mevalarni. Mevalar chiqarib turib aralashtiramiz. Suzib turib, keyin suvni chiqaramiz. Gap yo'q aka. Bexijolat xohlasa, o'zida ham ko'rsam ham aytasiz. Xudo xohlasa. Alloh barakasini bersin. Charchamang aka. Xo'p. Endi o'zi bu yerda go'shtlar ko'p. Marg'ilon
Xullas, mana shunaqa qo'l mehnati, shirin taomlar tayyorlashda charchagan yo'q. Aka, hormang, charchamayapsizmi? Mana no'xatlar. Bu qo'y tillari nechi pul? 100 grammini 18 ming qilib beryapti. 18 ming so'm. Bitta til qancha chiqadi? Bitta til 30 ming dağı vaqt bo'lyapti. 30 ming 40 dağı mingligi ham Ha. holatiga qarab. Hasblar go'shtlar Ular 100 gram 15 ming qo'y kallaning go'shti. Hasbala desa yarim kilosini 30 ming, 60 ming kilo. Suyaqlar, mol suyaq, qo'y suyaq. zo'r aka. Charchamang, zo'r. Zo'r. Gapim. No'xatchi 1 kilosi 20 ming so'm. O'zingizni O'zbekistonda hamma joy ko'ryapti bizni. Solishtirib olaverasizlar, narx-navolarni bir qator. Endi yo'llang tushsa, albatta iftor bozoriga Ramazon oyida tushinglar. Keyingi yana lokatsiyalarni ko'rsatib o'tib ketaman. Kelaverlar. Bu boshqacha boqilgan ekan u. Bu gallan deganim bu, ha? No, qarang. Buni oshni damlayib turib, sovorsangiz bu juda ajoyib bo'ladi-da. Hozirgi kunda qatiq bilan juda chiqishadi shu rediska. Ana qalampirga ham qo'shib oladi. Ana. Yo'q, charchamang. Hozir bir narsani guvohi bo'lib turibmiz. Baytda shu bozor ichida vakuumli qilib, joylarda qilib, aynaklar bilan o'rab, bunaqa shirinliklar sotilyapti. Qaymoqli paxlava. Mana kilolarini yozib qo'yishgan. Senalarni bu Turkiyadan kelgan bir akamiz sotyapti bu narsani mana bizdan. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Ramazonlar bilan. Hoş gelipsiz. Bu paxlavalar o'zingizga qarashlimi bular hammasi? Hemen biz Türk İstanbul paklava olarak turistik paklava yapamız. Turistik. Biz farzandlar ve klientlerimize şunu ayıtamız. Eğer ilgisi gelseler İstanbul'a gitmeye şartmaz. Gelsin Yokaçar pazarında her gün siveci satamız. Ha, Ramazondan tashqari qaysi paytda qaysi joyda bo'lasiz? Kaşgarı'da kafe, restoranlara veremiz. Anör kafelere veremiz. Fergana'da veremiz bütün klientlere. Fakat burada Açkonto'da veremiz. Optim Benge. Ha, siz Optim berasiz, ha? Optim veremiz fakat Ha. Roza'da Ulgurch holatda beriladi bular. Evet. Shu biznes bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlar, aka bilan ham bog'lansangiz bo'ladi. Nomer nechi? Nomer aytayım mı numaramı? Ha, ayting. 97 97lik 540 540 45 45 80. 80. Hepinizi kütemiz Ana, Optim kimdir shunaqa biznesni boshlamoqchi bo'lgan bo'lsa, aka bilan bog'lansa bo'laveradi. Mana haqiqatda o'zi ishtahani qitalab turibdi endi ro'zadorimiz. Turetskiy. Oilaviy? Ailevi. Oilaviy ishlarda baraka ko'p. Hop satılgan ürünümüz. Ha, bu nima bu? Bunun adı kraliçe. Qirolicha. Kraliçe. Ha. Eng ko'p sotilgan narsa. Ha. Hem top satılgan. Bu mano stigidan mana bo'linadi, shu orasida qora joy bor ekan, shu ha? Joylardan bilinadi. Ha, Böyle bir serviste çıkar. Ha, bitta konteynerda mana mana shu. Bunu eğer zakas kılsalar Patmos'ta veremiz. Bu bir tanesi 15 bin'e geledi. Patmos'u 200 bin'e geledi. Bunlar optim narx. Bunlar kafe, restoranlarda tanesi 40 bin'e satılar. Bizde optim 15'e geledi. Shunaqa xizmatlar, marosimlar uchun kerak bo'lsa ham, bemalol aka bilan bog'lanasiz. Haligi nomer. Obunachilarimiz mana sumalilar qaranglar, tayyormi? Olib bemalol iste'mol qiladi. Uni qozon oz. Nech pul bittasi? 15 ming so'm, ha? Ha, bunda ko'proq sig'arganda, ha? Xuddi shunday narsalar bor. Albatta, ro'zador uchun kerakli hamma yo'q bor. O'sha boshidan chiqib, oxirigacha chekingizcha hamma yo'qni ko'rasiz. Keyin bir yilda shu bir marta bo'ladi bu bozor. Keyin qaytib baytda unaqa bozor bo'lmaydi. Mana Somsachi akamiz ko'rib turibmiz hozir. Assalomu alaykum. Hormang aka. Oho. Necha juft bor endi shu tandirni ichida? 150 juft.
Go'shtli? Go'shtli ko'katli. Go'shtli ko'katli. Go'shtligi jupi nechi pul? 15 ming. Ko'katliga biz 5 ming. Jupi. 5 Ha. ming. Shu 5000 so'm bemalol qoplaveradimi? O'zingiz xohlasa. Ha, Alloh barakasini bersin. Ro'zani kunida o'zi har bir ro'zador odamga bir yegulik yetkazishda o'zi juda katta savob. Xalqimizga xizmat qilyapmiz. Ha, gap yo'q aka, Alloh rozi bo'lsin sizlardan mana. Juda ham chiroyli bo'lib turibdi endi. O'zi meni kechirasizlar, shunaqa ro'zador odamlarga shunaqa qilib ishtahani qitiqlaydigan videolar qilib qo'yapman. O'zim ham qiynalyapman, lekin sizlar bilan birga o'zim ham qiynalyapman. Ey, salatlarni qaranglar. So'zi salat. Bu baqlajonli, ha, gulkaramli. O'zlaring tayyorlaysizlar bu narsalarda? Bu sveji bo'lib chiqarganda, ha? Kunligi kunga chiqadi. Go'shtli salatlar. Tilmi bu ichidagi? Bu til bilan shayx salat. Til, sir, qo'ziqori, makkasi, zaytunlari bo'ladi. Kilosi nechi pul buni? Buni kilosi 120. 120 ming so'm. Bu salatchi, haligi Sezar salat, ha, Sezar. Mayonez, Voy, mana tomonni ko'ring, mana tomonni ko'ring. Mana qarang. Umuman bu ishtahani qitiqlaydigani bu. Aslida mana ko'ryapsizlarmi botiringni? Ha, bu qorin salat. Qo'zi qorin. Norin nechi pul kilosi? 120 ming so'm. Ot go'shti, ha? Gap yo'q, charchamanglar akalar. Alloh kuch-quvvat bersin. Barakasini bersin. Voy, bu nima sharbat bu? Bexinakimi? Boshqacha tiniq turibdi-yu. Tabiiy sharbat. Tabiiy sharbatlar. Nechi pul bir bittasi? 5 ming aka bu. 5 ming so'm. Bozorda bitta bo'lgan narxlar bizda. Shu hozir 5 ming so'm sizni qoplaveradimi? Ha, qoplaveradi. Ko'p sotamiz, tarqatamiz, o'zimiz qilamiz, olib sotmaymiz, shuning uchun arzon. Ha. Ko'proq optim foydalaniladi, bu gilosga. Giloslari bor. Ha, qarang. Bu o'riydik aka. Bu kivi, bu apelsin, 6 xil sharbatimiz bor. 5 mingdan. 5 mingdan. Bozorda so'rab kelaverasizlar. Bunaqa Voy, narx. ko'ringlar, ey. Bu narx 5 ming o'riydi. Mashallah, mashina bozorini sindiraman degan akadan ham kuchli bo'lib ketdi ba'diki. Gap yo'q, bozoringizni bersin. Charchamanglar. Sizlar olingizlar ham. Ha, olib ketamiz hozir. Boramiz sizlarga. Bo'ldi, gap yo'q. Nima bersalaring bo'ldi. Gap yo'q. Azizlar, tandirda somsa pishyapti. To'la somsa, mana 3 burchak varaqi somsa, o'zimiz damashnik somsalardan mana tayyor bo'lyapti. Ha, endi bu tandirda qayerda ekan bu tandir desalar, mana bozor, iftor bozori. Bu yerda tandir. Tandir ham haqiqiy o'sha o'zimizning milliy tandirlardan. Bu tomonda bozor. Ha, hurmatli obunachilarimiz, mana hozir biz mana shu akamizning xonadonining yonida bo'ladi bu bozor. Shu bozor haqida ozgina ma'lumotlar bilib olamiz. Assalomu alaykum. Olyapsizmi? Ha, bu bozor necha yildan buyon shu davom etib kelyapti? Men eslolmayman,
22 yil. 22 yildan shaqa har Ramazon oyida shu bozor bo'ladi. Faqat Ramazonda bo'ladi. Faqat Ramazonda. Shu Ramazonda bu yo'l bu. yo'l, yo'l o'rnida foydalaniladi. Qolgan payt bozor. Ramazonda bozor. Ramazon oyida hamma narsa bor. Ha. Hamma sa'y harakat qilib shunaqangi ro'zadorlarga qulay bo'lsin deb shu yerda yaqin. Zo'r. Nihoyatda yaxshi. Hozir biz aylanib chiqdik. Go'shtli non deysizmi, nisholda deysiz. bor. O'zi yog'qochar degan mana sharbat, nisholdalar shetda mashhur chiqqan. to'g'ri. Yo'qachar masjidda mashhur bo'lib chiqdi. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Obunachilar ko'rib kuzatib turaverasizlar. Ha, kelaverasizlar. Hamma yo'q bor. Kelaverasizlar. Ramazon oyida faqat. Ammo osh yo'q. Saharlikda bo'ladi osh. Men Ha. chetda. Chetda bo'ladi saharlikda. Saharlikda osh bo'ladi. Obunachilar kuzatishda davom etinglar. Rahmat hojaga, sog' bo'linglar. Nonlarni ko'ringlar mana. Qatlamalar, bazlamalar, go'shtli, mana hozir go'shtlar ham ko'rinib turibdi. Mana go'shtli nonlar. Bu ham go'shtli nonlar. O, do'ltali nonlar ham bor ekan, qarang. Hoji aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Olyapsizmi? Siz nonlar haqida ozgina Kameraga olakansiz, to'pni to'g'rilab olardim. gap yo'q. Aytdimi so'zga usta ekanlar. Sizlarning nonlarimiz bor. Sizlarning nonlar. Nonlarimiz, go'shtli nonlarimiz bor. Kelaverasizlar. Keling hozir. Narx-navolar qanaqa ekan? Nonlar, go'shtli nonlarimiz 20 ming. Sizlarning nonlar 5 ming so'mdan. Kalpatillarimiz ikkitasi 15 ming. Bazlamalarimiz ikkitasi 25 ming. 10 ming so'mlik ko'katlilari. Kelinavering. Alloh barakasini bersin. Shirmoy nonni kulchasi. Kulchasi. Bunisi ham 6 mingdan. 6 ming. Bu do'ltali nonlarchi? Do'ltay nonlarimiz ikkitasi 25 ming. Bir donasi 13 ming so'm. O'zi turish aytib turib, toshi ham yaxshi. Pakkizchilarga 10 ming so'mdan beraveramiz. Gap yo'q aka. Rahmat.